Barchaga xayrli tong. Bugun 20-mart, haftaning peshanba kuni. Kecha 20-mart chorshanbada, 19-mart chorshanba kuni din konduktori deb eslab o'tgan edik. Haqiqatan ham aytganimizdan ziyodaroq din konduktori bo'lib o'tdi. Aziya sessiyasida mana yuqoriga kechagi hayda yangilab maksimum zonadan London sessiyasining maksimum zonasini yorib o'tib kelib вроде закрепление bo'lgandan iloji manevr qildikda yuqoriga yurib qaytadan pastga yurib o'sha kungi chorshanba kungi bo'lgan Aziya sessiyani yangiladik. Qo'shimchasiga undan biringi 16-kuni 18-kuni bo'lgan Yevropa sessiyasini ham likvidностlarda olib yuqoriga ko'tarildik. Mana 4 soatlik svechamiz внутренний bar bo'lib berilgan. Ertalabda внутренний barda oldik. Likvidностlarda olmadik, likvidность qolgan edi. Keyingi 4-soatlik svechamiz ochilishib ko'ryapsiz. Barcha likvidностlarda olindi. 4 soatlik svechadan chiqishimiz mana yurib Yevropейская sessiyada xo'p 16-kungi Yevropейская sessiyani oldik. Keyingi 4 soatlik svechadan chiqishimiz уже bizga направление trend hosil qilib berdi. Bugun ham xuddi shu zaylda yuqoriga ko'tarilish davom etishi mumkin. Ozgina pogрешность bo'lmasa agar kelsak testировать qilgan shu nuqtaga kelishimiz mumkin. Kechagi likvidностlar yechgani so'ng yana yuqoriga harakat bo'lish ehtimoli yuqori. Mana ko'rib o'tganingizdek, ko'rib turganingizdek 4 soatlik svechadan impuls bilan chiqyapmiz. Aziya sessiyasi ochildi уже. Aziya sessiyasida bu Aziya sessiyasidan ochilgan davri. Aziya sessiyasida protestirovat qilib kelishimiz mumkin bo'lgan zonalar. Biz uchun hozir mana shu zona juda bo'lsa mana bu zona. Undan pastga tushishgacha sal noto'g'riroq bo'lib qoladi. Hech qanday pattern chizilmadi. Kecha ko'ryapsiz mana скользящий средний dnevnoy уровеньga tushib berdik. Narx dnevnoy narxga to'g'ri balans berdi. Undan pastga yurganimizda pastga biz zilkaga ko'proq ishonarli bo'lardi. Lekin pastga zilkaga yurmadi. Narx скользящий средний yuqoriga yurib berdi. Pastki zonalarimiz qoldi shunaqacha. Testировать qilinmasdan hali bir testировать qilmaydi ham menimcha. Chesavikda RSI'ga ko'radigan bo'lsak RSI 50 dan yuqoriga yo'naltirilgan. 50 gacha tushib berdik Chesavikda. Demak, ko'tarilib borishimiz mumkin. Chesavik 70 dan yuqoriga yurib beramiz, xudo xolisa. Maksimum 80-90 larga borgandan keyin pastga tushishimizga, pastga zilkaga qidirsak bo'ladi. 4 soatlikda RSI 70 dan yuqorida. Yana jindek yuqoriga yurib berish ehtimoli bor. Dnevkada RSI faqat перепроданностьda turibdilar. Nedelka, mesячныйda hammasi juda ham yaxshilar. Mana bu yerda ko'ryapsiz. RSI перепроданностьda nimadan minus 50 dan pastga yurib turib, yana mayda qadam bilan yurib berdi-da, резкий impuls pastga. Xuddi shunday holat yana kuzatilishi mumkin. Qisman
pastga yurib berishi, periprodonosga tushgandan keyin faqat global trend o'zgaradi, faqat pastga zilka ochamiz. 70 dan yuqoridaman, faqat yuqoriga zilka ochishlarda kratkasroklarga ma'qullagan ma'qulroq deb o'ylayman. Kim qanday tushunadi, o'zi biladi, o'ziga havola. Bu ma'no. Xulosa, sizlar bilan baham ko'rishga turgan o'zaro analizlarim xolos. Aziyatskiy sessiya mana уже soat 3 bo'lyapti. Aziyatskiy sessiyani ochilganiga yarim soat bo'lib qopti. Yarim soatlik sessiyamiz уже pinbar shaklida bekilyapti. Demak, yuqoriga yurish ehtimolimiz kattaroq. 4 soatlik sessiyani уже hayini yangiladik. Zakrepleniya mana bu bo'lsa, zakrepleniya bo'lgan bo'lamiz. 4 soatlik sessiyada ikkita inside bar bor, ikkita inside barni ham udashnikicha yorib o'tganmiz. Mana inside bar, mana bu inside barlar. Inside barda Dnyovkada inside bar bor, inside barda yorib o'tganmiz. Mana inside bar 17-kunga bo'lingan inside barimiz. Mana bu inside bar 26-kuni, 26-fevraldagi inside barimiz. Inside barda yorib o'tgandan keyin yaxshigina yuqoriga trendni dnevnoyda kuzatsak bo'ladigan holat. Endi trendni ko'rishimiz uchun hozir yangi koridorimiz bo'yicha koridordan chiqdik. Koridordan chiqqanimizga уже 3-kun ketyapti. O'ttiz 92-79 da yaxshigina bitta qarshiligimiz bor. 30-92-79 qarshilik yaxshigina bo'lishi kerak. Bu dnevnoy qarshilik Fibonacci. Agar shu qarshilikdan yuqoriga yorib o'tadigan bo'lsak, 32-86-90 gacha borish ehtimolimiz yuqori. Barchaga ishlarga omad. Yaxshi profitlarda egasi bo'lishlarining tarafdoriman. Bugun 15:30 da yangiliklar bor. 15:30 gacha flet bo'lishi ehtimoli ham yo'q emas. Amerikanskiy sessiyada yaxshigina yuqoriga yoki pastga impuls berish mumkin. Kun davomida signallarga qarab harakat qilaveramiz. Barchaga omad.